turlari. Xotin qattisa? Shattama, kirdingizmi? Qachongacha mana shunaqa o'tiraverasan? Sen ham boshqalar xotiniga o'xshab ovqatli qilib, chiroyli kutib olsang o'lasanmi meni? Oyoq qo'lingiz butunmi? Ha? Tuxum bormi? Kolbasami, sosiska bormi? Qo'rib yeng. Ko'rdingizmi mana sizni? Xotin, uynami sasib ketgan, nimani hidi kelyapti? To'rt bir oyna poynadan och dim bilan o'tiribsanmi? Naqshida o'tiribsanmi xudki? Hid bormi? Hid yo'q. Yo'q chiqadi hid. Kiyimingdan kelyapti. Yo'q, bir hafta bo'ldi kelganimga. Qidim, men betgacha kelyapti. Bezxonani sasib tashlabsan. Ovqatingizmi? Faqat yengilishda sangini olib keldim. Olsun, ol. Ma'lumot uchun bu dezodorant emas. Bu tana uchun parfumeriyalangan sprey. Dubayda ishlab chiqarilgan gazsiz. Ifori bir kungacha turib beradi. 700-800 marta sepishga yetadi. Fuk erkaklar uchun va o'sim ayollar uchun hisoblanadi. Hattoki Guinness kitoblariga ham kiritilgan. Shuncha sovg'a berdim. Endi yaxshi kutib olarsan-a? Chiroyligim. Voy, keldingizmi? Men sizga eng shirin ovqatlarni qo'yib, chiroyli qilib to'qib qo'ymoqchi edim. Jim sevishaylik bilmasin-da boshqalar, alamidan dushmanlar yuragiga toshqalar, ko'z qilmay yuraylik, ko'z tegmasin sevgiga. Jim